Abu Lahabning qo'llari qurigan, halok bo'lgan. Aniqki, u quridi, halok bo'ldi. Mol mulk ham, kasb qilib topgan narsalari ham unga asqatgani yo'q. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan, bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. O'zi ham, ayoli ham jahannamga kiradi. Quraysh mushriklaridan bitta Abu Lahabning ismi Qur'onda zikr qilindi. Tabbat yada Abi Lahabin va tab. Uni ayoli Ummu Jamil binti Harb, Abu Sufyon ibn Harbning singlisi. Abu Lahabga bir yuqumli kasal chiqib ketdi. Shidi keladigan bo'lib qoldi. O'zini o'g'il farzandlarini ko'pligi bilan faxrlanadigan Abu Lahabni birorta farzandi yoniga kelmay qo'ydi. Ko'chaga ham chiqarishmay qo'ydi. Kasalidan yuqumli bo'lishidan qo'rqib, kasalidan qamab qo'yishdi. Bir qancha vaqt o'tdi, kasal bo'lib o'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'g'li Ibrohim vafot qilganida Botara Muhammad deb chiqqan edi mushriklar oldiga. Muhammadni orqasi qirqildi dedi. Bir dona o'g'li qoldi, u ham o'ldi dedi. Inna shani'aka huval abtar degan oyat javob bo'ldi. Muhammad alayhisalom sizning orqangiz uzilmadi, balki dushmanlaringiz orqasi uzildi dedi. Uni qo'li quridi, kasalligi yetdi, xonasiga qamab qo'yishdi. Shu yerda o'lib bir necha kun qolib ketdi, hatto hidi kelib ketdi, sasib ketdi. Chunki Alloh taolo aytibdi, kasb qilgan narsasi ham, bola chaqasi ham asqatmadi. Odamlar Abu Lahabning bolalarini ayb qilishdi, uyat qilishdi. Qanday qilib otanglarni ko'mmaysizlar dedi. Yo'qib qolishidan qo'rqamiz. Yo'qib qolsa ham ko'minglar dedi. Shunda odamga o'xshab yuvishmadi uni. Uzoqdan turib suvni sochib, ustiga bir narsalarni tashlab, shu yotgan joyiga, turgan joyiga ko'mib qo'yishdi. Mana shunday tugadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga amaki yaqin kishi bo'lishiga qaramasdan kufrda o'tib ketdi. Bugun inshaalloh asrlar haqida gaplashamiz. Asr tushganlardan Suhayl ibn Amr. Bu Qurayshning xatiblaridan edi. Suhayl ibn Amrni asrlarda orasida turganini ko'rgan Umar ibn Xattob xursand bo'lib ketdi. Ya Rasululloh, bu Suhayl Qurayshning xatibi. Ruxsat bering, bo'ynini uzib tashlaydi. Rasululloh uni tinch qo'ying dedi. Ya Rasululloh, ruxsat bering, bo'lsa tishlarini sug'urib olay bittalab dedi. Qaytib sizga qarshi, musulmonlarga qarshi gapira olmay qolsin dedi. Payg'ambarimiz uni tinch qo'ying. Ehtimol u kelajakda bir mavqifda turarki, siz buni bilmassiz dedi. Shunday qilib Suhayl ibn Amr qatl ham qilinmadi, tishlari ham sug'urilmadi. Haqiqatan keyin birodarlar, keyin Suhayl ibn Amr islomga kirdi. Islomi chiroyli bo'ldi. Payg'ambarimiz vafot etganda butun arablar dindan qaytib ketdi. Faqatgina 3 ta shahar sobit turdi iymonda. Madina, Makka, Toyif. Makka bilan Toyif islomga keyinroq kirganiga qaramasdan sobit turishdi. Makkadagilar ham boshqa arablar dindan qaytayotganligini eshitib, murtadlik haqida so'z ketayotganda Suhayl ibn Amr payg'ambarimiz aytganidek, bashorat berganidek, o'rnidan turib, ularga shuni bir qattiq xutbalarda aytib, islomga hammadan keyin kirib, birinchi bo'lib chiqib ketasizlarmi deb, shu mazmunda qattiq bir xutbalarda o'qib, ularni islomda qolishiga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga bu xush xabarni yetkazish uchun ikkita sahobani jo'natdi. Abdulloh ibn Abi Ravoha va Zayd ibn Horisa. Bu ikki sahoba payg'ambarimizning tuyasini minib ketishdi. Madinaga kirgan paytda ularni bu xush xabarni tarqatishi ajib bo'ldi. Fosiq Abu Jahl qatl qilindi, Uqba qatl qilindi, Utba qatl qilindi, Xoris qatl qilindi. Odamlar o'zi musulmonlar 314 ta musulmon karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketganda o'tirishibdi. Birdaniga kufrni boshi bo'lgan Qurayshning eng ulug' sayyidlarini bir chekadan nom aytib qatl qildi. Hech kim tushunmadi. Odamlar orqasidan erchib ketishdi. Tafsilotda aytishmadi bular. Falonchi qatl bo'ldi, fo'kinchi qatl bo'ldi deb ketaverdi. Munofiqlar, Madinadagi kofirlar, yahudlar ishonishmadi. Aytishdiki, yo'q. Xabar bunaqa emas. Muhammad qatl bo'ldi deydi. Dalili Muhammadning tuyasini minib kelishdi mana. Madinaning ishi tarqab ketmasligi uchun bu gapni gapirishyapti dedi. Munofiqlardan bittasi bir musulmonga kelib turib, shu gapni aytganida boyagi musulmon aytdiki, agar bas qilmasang bu so'zingni Rasulullohga aytib beraman dedi. Keyin bas qildi bu.
Rasululloh va sahobalar asrlarda olib kelishdi va maslahat soldi payg'ambarimiz. Nima qilamiz? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdiki, "Ya Rasululloh, bular qabilamiz, o'zimizning qarindoshlarimiz. Bularni qatl qilmaylik. Shoyat Alloh bularni avf qilsa, ya'ni iymonga kelib qolsa" dedi. Fidosini olib qo'yib yuboraylik dedi. Umar ibn Xattobdan so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. "Bular" dedi, "sizni qiynashgan" dedi. "Yurtingizdan quvishgan" dedi. "Ashoblaringizni o'ldirib azoblashgan" dedi. "Meni ra'yim Abu Bakrning ra'yida emas" dedi. "Menga falonchini bering" dedi. Asrlardan o'zini urug'idan bir kishini. Bo'ynini o'zim uzay dedi. Aqil ibn Abi Tolibni Ali ibn Abi Tolibga bering. Ali o'zini akasi Aqilni qatl qilsin. Va har bitta musulmon o'zini mushrik bo'lgan, asr tushgan qarindoshini o'zi qo'li bilan qatl qilsin. Chunki bilsin mushriklar. Bizning qalbimizda ularga nisbatan zarracha shafqat yo'q dedi. Payg'ambarimiz Umar ibn Xattobning bu taklifidan cho'chib ketdi. Ya'ni qayerdan bunchalik qattiqlik, beshafqatlik? Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni ra'yini oldi. Ra'yini olib Makkaga odam jo'natdi. Ya'ni asrlaringlarni ozod qilib ketgani kelinglar. Abu Bakrning ra'yi bilan asrlar pul berib o'zlarini ozod qilib ketishlikka imkon topishdi. Ertasi kuni mana shu fikrdan keyin Umar ibn Xattob payg'ambarimizning huzuriga kelsa, Rasululloh va Abu Bakr o'tirib yig'ilishayotgan bo'ladi. "Ya Rasululloh, nima yig'ilyapsizlar? Aytinglar, men ham sizlar bilan qo'shilib yig'ilay" deganda, "Asrlarni ozod qilishlik haqidagi birodarlaringiz bergan taklifi meni yig'latyapti" dedi. Ya'ni bu narsa noto'g'ri bo'libdi dedi. Oyat nozil bo'lgan edi. "Menga" dedi, "sizlarga beriladigan azob, ya'ni berilishi mumkin bo'lgan azob mana bu daraxtdan ko'ra yaqinroq qilib ko'rsatilindi" dedi. Mumkin emas ekan, ya'ni Umar roziyallohu anhu da taklifi to'g'ri edi. Alloh taolo Qur'onda shunday oyatlar nozil qildi. "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna arada ad-dunya wallohu yuridul akhirah wallohu azizun hakim." Biron payg'ambar uchun to yerda g'olib bo'lmagunicha asr olish joiz emas edi. Ey mu'minlar, sizlar dunyo narsalarini istamoqdasiz. Alloh esa oxirat ne'matlarini sizlarniki bo'lishini istaydi. Alloh qudratli, hikmatlidir. Laula kitabun minallohi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Agar Allohning hukmi azaliysida bilmasdan qilgan xatoni kechirishligi yozilib qo'yilmaganida edi, albatta sizlarga tovon olganlaring sababli ulug' azob yetgan bo'lar edi. Agar bilmasdan qilgan gunohni kechirishlik meni kitobimda yozib qo'yilmaganida, mana shu fidoni, tovonni olganinglarga sizlarga bir azob yetar edi dedi. Keyingi oyatlarda Alloh taolo musulmonlarni afv qildi va g'animalarni yeyishlik halol bo'ldi. Fakulu mimma g'animtum halalan tayyiban wattaqulloh innalloha g'afurur rahim. Endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halol, pok holda yeyaveringlar va Allohdan qo'rqinglar, albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Asrlar o'zlarini ozod qilishligining bitta yo'li aytilindi. Agar mablag'i bo'lmasa asrda. Agar u o'qish yozishni bilsa, musulmon bolalardan 10 tasiga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysa, ozod bo'lib ketaveradi dedi. Ilmi bor odam o'qitib qo'ysa, pul bermasdan ozod bo'lib ketsa ham bo'laveradi. Asrlarni ozod qilishlik davom etdi. Makka bilan Madina o'rtasida odamlar bordi keldi ko'payib qoldi. Faqatgina Abu Sufyon bolasini ozod qilishlikka shoshilmadi. Chunki hech kim pul olib bormasin, hech kim yig'lamasin deb hukm qilgan edi. Endi o'zini hukmini, o'zini so'zini sindirishni xohlamadi. Payt boylab turdi. Bir musulmon kishi Makkaga umra qilishlik uchun boruvdi, chat qalbini bog'lab, qamab qo'ydi. Quraysh, "Ey Abu Sufyon, umraga kelgan odamni qamab qo'ysang, ha bu jaziraga tarqasa bu xabar. Hech kim haj qilgani kelmay qo'yadi" dedi. "Kelmasa ham mayli" dedi. "Ham bolamni o'ldirishadi, ham molimni olishadimi" dedi. Uni bitta bolasi qatl bo'lgan bo'ladi jangda, ikkinchisi asir tushgan bo'ladi. "Ham bitta bolamni yo'qotay, yana ikkinchisini ozod qilish uchun pul beraymi" dedi. "Meni bolamni qo'yib yuborishmasa, qo'yib yubormayman buni" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni o'g'lini pulsiz, fidosiz qo'yib yubordi. Abu Sufyon bu musulmonni qo'ydi. Shunday qilib bolasini ozod qilib oldi. Abul Os ibn Robiya asrlardan. Bu kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovi bo'ladi.